Xo'p, keyingi savolimiz o'rtoqlar. 4 minutlik non degan videomiz bor bizani. 4 minutlik non oddiy kepak, qatiq, tuxum, razriqlitir aralashtirib qilinadi va hozirgi kunda diabetda mumkin bo'lgan yagona non hisoblanadi. Bu meni tavsiyam. O'rtoqlar, bu sizlarga eng foydali non. 4 minutlik non. YouTube'da bor, tekin video. Meni videoyim. Topingda ko'ring. 4 minutlik non. Endi savol shundan iboratki, mana shu 4 minutlik nonga qovoq qo'shsak bo'ladimi deb so'rashibdi. Hozir qovoqni agar urug'i bo'lsa, savolingiz agar shunaqa bo'lsa, qovoqni urug'i diabet uchun foydali narsa hisoblanadi va uni ozgina maydalagan holatda yoki maydalamagan holatda 4 minutlik nonga ozgina ta'mini yaxshilash uchun qo'shsangiz bo'ladi. Lekin qovoqni o'zida sortiga qarab bir 6,5 gram shakar bo'ladi. Har 100 gramida 6,5 gram shakar bo'ladi. Qovoqli non 4 minutlik nonga qovoqni etini qo'shmang. Qovoq shirin narsa. Qovoqni ayniqsa o'zi so'ki mumkin emas. Qovoqni duxovkada pishirib, ustiga asallar, shakarlar sepib yeyish mumkin emas. Qovoqni ovqatlarga qo'shish mumkin emas. Lekin qovoqni urug'i diabetda foydali narsa hisoblanadi. U o'zi ko'p narsaga foyda. Endi ko'p yeb qo'ymasangiz bo'ldi. Demak, mana shu narsa bugungi hozirgi yetkazmoqchi bo'lgan narsa shundan iborat. Bu narsa avval o'tilgan o'rtoqlar, yangilar uchun qaytalab chiqyapman. Mana shu savollarning orasida juda ko'p bo'lgan narsa dieta tashlang, adres tashlang, lokatsiya tashlang, marafonga qo'shiraman, meni ham diabet maktabiga qo'shing degan narsalar juda ko'p uchrayapti. O'rtoqlar, hammasi faqat Telegram orqali bitadi. Meni Telegramimni saqlanib qilib, o'sha yerga yozinglar. Bu nomer mana shu kompyuterga ulangan Telegram. Bu siz bu telefon qilganingiz foydasi yo'q. Telegramdan yozing, men sizga javob beraman. Sog' bo'linglar.